Xo'sh, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilabdan like bosasiz. Hozir bambu xalatlarda katta razmeri, o'rta razmer har xilidan bor. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Ozginagina o'zi tezda tanishtirib o'tib ketamiz. O'rtalab iltimos like bosib kanalda o'sish uchun bittadan yordam qo'yasizlar. Biz sizlarga yaxshi narsalar ko'rsatib o'tiramiz. So'ngra Telegram kanal, xullas nomerni qo'yamiz. Zakazni beraverasizlar. Hamma viloyatlarga dostavka bor. Narxi arzon, optim narxini qo'yapmiz. Maza qilib foydalanib olasiz o'rtoqlar. Iltimos bittadan like bosib kanalda o'sishiga yordam qo'yasizlar. Bo'lmasam, xo'sh, mana bo'lmasam hozir xalatlarni ko'rsatyapmiz. O'zi mana shu obzor hammasi bir xil narx. Nech pulda? Nima qilavering, ko'ringiz yo'q? Narxini aytavering. 140 ming ekan. Xo'sh, o'rtoqlar, mana shu narsa razmerini aytib oling. Mana necha edi? Esdan chiqib qoldi mana. Razmerini aytib turing. 46 dan 52 gacha razmer, xalatni bambukni qaranglar, apalar singillar aka-ukalar. Bu ichaliga ikkiga bo'linib ketmaydigan yaxshi materialdan bu. Tikuvlari zo'r, xullas mana yangi modelga qarab shu har xil xalatni o'zi nimasi o'zgarib chiqaradi. Buni ranglari, fasoni boshqa gullari demoqchiman, tek bir xilda. 46 dan 54-razmergacha deyishdi, menimcha. Xullas zo'r narsa, olib foydalanaverasizlar maza qilib. Narxi arzon 75 ming so'mdan standartiga bosaverasizlar. Mana shu hammasi optim pachka narxi, mana ko'ryapsizlar. Xo'sh, eng qiziq narsa mana shu yo'paradagi xalatimiz bor-ku, hech kimda yo'q razmerda 54-55-razmer bo'ladi mana shu yo'paradagi. Mana shu ko'rdilaringmi? Narxi zo'r buni ham. Eng zo'r narxlarda o'rtoqlar. 80 mingmi bu? 80 ming so'mdan bo'lyapti shu yo'paradagilar. Telegram kanal nimalar qo'yib qo'yapmiz, ahamiyat bilan nima qilaveramiz. Xo'sh, endi mana yerda zamoglisi bor, mana velikan xalatlardi. Mana velikan xalatda zamoglisi bor, keyin tugmalisi bor. Tugmali bilan zamogli narxi farqi bormi, yo'qmi? Necha pulga razniya qiladi? Bu 95 bo'lsa, 95 ming, 54 ha, 54-60 gacha 95 ming so'm. Tugmalichi? 110 ming so'mdan tugmalilar, mana tugmalilar. 54 dan 60 gacha tugmalilar. 110 ming so'm dedingiz-a? 110 ming so'mdan. O'rtoqlar gazini bosa olasiz. Amon biz bu xalat bilan misol men 4 yil 5 yildan bas biladigan bo'lsam, bir 4 yildan bas bilaman. Xalatlari zo'r, razmeri misol kichkina, unaqangi qilib olinmagan. Qaytlardadir xalatlar bor, men sizlarga ochiqni aytaman. Bu sohada o'zi anchadan bas yuribmiz. Razmerdan urib, materialni arzonni qilib turib, narxlarni sal arzon qilib sotishlari mumkin. Lekin bu haliga ajrab ketmaydigan bambugi, guli ham hech qayerda topilmaydigan gullardan asosan olingan. Shuning uchun narxlari zo'r. Olib foydalansangiz bo'ladi, maza qilib kiysangiz ham bo'laveradi. 75 ming, 80 ming so'm, 110 ming so'm tugmali, 60 gacha razmer, zamogli kim xohlasa, mana ko'ryapsizlar, zamogli esa 95 ming so'mdan bosaverasizlar gazni. Mana dvoykalar necha puldan oldi? 120 ming so'm. 120 ming so'm dvoyka 3 ta razmer, o buni ham uzuni ham bor ekan. Bunisi necha pul bo'ladi? Shu 50sida u tepagagi 50 ga. Ha, 50 ga bu. Razmerga qarab bo'yi eni. O'sib ketadi. Razmeriga qarab bo'yi uzunlashib ketaverar ekan. 120 ming so'm, zo'r narsa bu. Tayi bambugli. Buni menimcha bir 2 yil oldin yangilik qilib chiqarishgandi. 2 yil oldin adashmasam. Yangilik qilib chiqarilgan zo'r narsa. Maza qilib foydalanasizlar. Bosinglar gazini. Optim o'zini narxlari mana shu sotilyapti turgan narx. Aytsalaring qilib bo'jiga bang'alar chiqarib berib turaveradi. Bittadan like bos kanalni qo'llaverasizlar o'rtoqlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Xalatlarning eng optim joyi mana sizlarga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.